Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. ISNA agentligini CNNga tayanib xabar berishicha, Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi Iordaniyada joylashgan Qo'shma Shtatlarni mintaqadagi yagona sanalgan eng yirik radiolokatsion stansiyasini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi. ISNAga ko'ra, sal oldinroq Eron shunga o'xshash, ammo boshqa turdagi radarlarni Birlashgan Arab Amirliklari hududida vayron qilgan edi. Iordaniyadagi stansiyaga zarba esa hammasiga nuqta qo'yib berdi. Isroilni Yenet agentligining axborotiga ko'ra esa, Eron 5-mart kuni bir vaqtning o'zida Isroil shimolidagi Meron va Ramat David bazalariga hujum qilib, Sahalga juda yirik talafot bergan. Yenetning taxminiga ko'ra, Eronning raketalarni Isroil hududida maxsus kuchaytirilgan mudofaa tizimlari bilan qo'riqlanadigan hududga bergan zarbasi Pentagonni ham xavotirga solib qo'ydi va Pentagon mutaxassislari hozirda Tehronni temir gumbaz tizimlarini ojiz nuqtasini topgani bilan bog'liq taxminlarni ilgari surmoqda. Yenetning yakuniy xulosasiga ko'ra, agar Eron haqiqatdan ham temir gumbaz tizimlarini ojiz nuqtasini topgan bo'lsa, u holda nafaqat bundan keyin Yaqin Sharqdagi Qo'shma Shtatlarning harbiy bazalari, balki qo'shinlari, shuningdek armadasi ham tahdid ostida qoladi. Eshitmaganlar uchun eslatma: Tel Avivning Yediot Ahronot agentligining xabar qilishicha, Isroil iqtisodiyoti Eronga bosqin sababli haftasiga taxminan 3 milliard dollar pul yo'qotmoqda. Bu haqida 5-mart kuni Isroil moliya vaziri Bezalel Smotrich o'zini bayonotida ma'lum qilgan. Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga qarshi qo'shma zarbalari 28-fevral kuni boshlangan. Bu butun mintaqa bo'ylab javob hujumlari to'lqinini keltirib chiqardi va Basra ko'rfazidan energiya resurslari eksportiga ham ta'sir qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil rasmiylari hujumlar bir necha hafta davom etishi mumkinligini aytmoqda. Hozirda mamlakatda front orti xizmati, ya'ni fuqarolik mudofaasi joriy qilgan qizil cheklovlar amal qilmoqda. Ularga maktablarni yopish, ishga borish safarlarini cheklash, zaxiradagi harbiylarni safarbar qilish kabi choralar kiradi. Shu sababli kelasi haftadan boshlab iqtisodiy yo'qotishlar haftasiga taxminan 3 milliard dollardan ham oshib ketishi taxmin qilinmoqda. Moliya vazirligi front orti xizmatidan cheklovlarni sariq darajaga tushirishni so'ragan. Bu nisbatan yengil rejim bo'lib, cheklangan tarzda mehnat faoliyatiga ruxsat beradi. Agar shu ssenariy amalga oshsa, Isroilning iqtisodiy yo'qotishlari haftasiga taxminan 1,5 milliard dollargacha kamayishi mumkin. Endi Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Arakchini Qo'shma Shtatlarning NBC telekanaliga bergan shov-shuvli intervyusiga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Abbas Arakchini ma'lum qilishicha, Tehron Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqlikda boshlanishi kutilayotgan harbiy bosqinidan qo'rqmaydi. Aksincha, uni kutmoqda. Arakchini so'zlariga ko'ra, bunday bosqin Washington uchun halokatli oqibatlarga olib keladi. Shuningdek, Abbas Arakchini ta'kidlashicha, Eron o't ochishni to'xtatishni so'ramayapti va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muzokaralar olib borish uchun sabab ko'rmayapti. Eron tashqi ishlar vaziriga ko'ra, Eron Amerika Qo'shma Shtatlari hududiga hujum qilishni rejalashtirayotgani yo'q va bunday fake xabarlar bilan urushni yiriklashtirishni keragi yo'q. Aniqrog'i, Washington agar Eron bilan jangni boshqa bosqichga ko'tarmoqchi bo'lsa, u holda ishonarli sabab o'ylab topish kerak. Bu Tehron uchun emas, faqat qarsak chalishni biladigan jahon hamjamiyati, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqi kabi sirklar uchun kerak bo'lishi mumkin. Shuningdek, Abbas Arakchini qo'shimcha qilishicha, Eronning siyosiy tizimi oliy rahbar halok bo'lganiga qaramay barqaror ishlamoqda va yadroviy dastur bo'yicha kelishuv imkoniyati Amerika Qo'shma Shtatlarining harakatlari tufayli qo'ldan chiqarildi. Ya'ni bosqin sabab barbod bo'ldi.
endi Qo'shma Shtatlarning qo'rqoqlarcha harakatini o'z isbotini topgani bilan bog'liq axborotga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan yo'q qilingan Eronning Iris Dana fregati qurolsiz bo'lgan va diplomatik missiya bilan yo'lga chiqqan. To'g'rirog'i, u Hindiston harbiy dengiz kuchlarining katta paradida ishtirok etish uchun borayotgan edi. Bu paradda 70 dan ortiq davlat, jumladan NATOga a'zo ayrim mamlakatlar ham ishtirok etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari ham paradda qatnashishni rejalashtirgan, ammo so'nggi daqiqada bu qarordan voz kechib, uni o'rniga aynan paradga kelayotgan Eronning kemasiga torpeda bilan hujum qilgan. Ushbu tadbir bayonotiga ko'ra, paradda ishtirok etayotgan kemalar o'q-dori va jangovar qurollar olib yurishi mumkin emas. Kechirilmas tomoni shundaki, hujumdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari asl basharasini ochib, qurolsiz kema ekipajini qutqarishdan bosh tortib, ularni dengizda qoldirgan. Chorshanba kuni Shri Lanka harbiy dengiz kuchlari 87 nafar dengizchi jasadini suvdan olib chiqqan. Yana ko'plab dengizchilar bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Ma'lum qilinishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari istasa, bu kemani osongina qo'lga olishi mumkin edi. Ammo amerikaliklar o'zini oz muddat bo'lsa-da kuchli ko'rsatish uchun qurolsiz kemani yo'q qilib, buni katta g'alaba deb e'lon qilgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.